der Porsche Automobil Holding SE oder der Porsche AG an der Transaktion mitgewirkt haben. Für eure Dividende! Zwangsarbeiter, Baulose, Scheißautos, Verkehrswende! 10 may günü yıllardan bu yan Uyghur mecburi emgikige çetişlik dep ayıplanıp atkan hem de Ürümçi'de tarmak zavıtı bolgan Germaniyadaki Volkswagen Groşi'nin yıllık umumi kurultayı Germaniya paytaxtı Berlin'de ötküzülgen. Biroq Volkswagen'ның bu qadimki kurultayı anç teniş ötmegen. Yığın jarayonida bir qism muhit qo'g'dug'uchilar bexatarlik xodimlarining to'sishlariga qaramay yig'in soliqi bösib kirib, ko'p qatim parakandichilik tug'dirgan. Porsche avtomobil shirkatining mufattishi Hannes Dieter Pösch so'z qilayotganda, ulardan biri Hannesga qartib tort atgan. Für eure Dividende! Zwangsarbeiter, Baulose, Scheißautos, Verkehrswende! Yana boshqa faoliyatchilar Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'ur majburiy emgikini to'xtat deb shiorlar to'lashgan. Bexatarlik xodimlari ularni yig'in zalidan majburiy yiroqlashtirgan. Volkswagen'ның qurultayı davomlashayotgan shu asnolarda Myunxendan kelgan va Berlinda yashayotgan bir bilik Uyg'urlar hamda kishilik huquq tashkilotlarining a'zolari yig'in zali atrofida namoyish o'tkazib, Volkswagen Sharqiy Turkistondan chiqib ketsin, Uyg'ur majburiy emgiki to'xtatilsin degandek shiorlarni to'lab, o'zlarining Uyg'ur majburiy emgikiga va Volkswagen shirkatiga bo'lgan noroziliklarini namoyon qilgan. Stopp die Zwangsarbeit! Stopp die Zwangsarbeit! Bu qurultaydan bir kun burun, ya'ni 9 may kuni Germaniya axborot vositalarida Volkswagen'ның Uyg'ur majburiy emgiki bilan bo'lgan aloqasiga doir ko'plagan maqolalar e'lon qilinib, Volkswagen qarta kuchli tanqidlar qanot yaygan edi. 9 may Aynek jurnalida e'lon qilingan paycheklar Volkswagen'ның Uyg'ur diyoridagi savdosini tekshirishni talab qildi. Tabli media kanalida e'lon qilingan Uyg'urlar masalasi sabablik Volkswagen qurultayining havasi buzildi. Maliya kanalida e'lon qilingan Volkswagen'ның Uyg'ur rayonidagi tijoratini tekshirish talab qilinmoqda qatorliq maqolalarda Volkswagen'ның bu qadimgi umumiy qurultayiga Dünya Uyghur qurultayi vakillarining qatnashib, Xitoy zulmi ostida yashayotgan Uyg'urlarning haq-huquqlarining dafsanda qilinish masalasini va Volkswagen'ning Uyg'ur majburiy emgikiga chetilish masalasini o'ttirga qo'ydiganligini oldin e'lon qilgan edi.